Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Sablok Plus kanali. Bugungi videomizda biza Minecraftda Java versiyamizdagi texture pack o'rnatishni o'rganamiz. Hammasini noldan qanday fayllarga qaysi saytdan o'rnatishni o'rgataman. Xo'sh, unda men video cho'zib o'tirmayman. Obzorga tezroq o'tishimiz uchun kanalga obuna bo'lib, videomiz yoqsa, foydali bo'lsa, like bosib, tushunmagan narsalaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsalaring, ikkinchi partini ham chiqaramiz. Xo'sh, mana bu Java'ni launcherda o'zi Java versiyasini chetda o'ynaladi. Endi bu launcherga texture pack o'rnatishni o'rganamiz. Yo'q, shart emas. Qaranglar. Yozamiz Minecraft'laringning versiyasini. Mana Minecraft maniki 1.16.5 oxiriga texture pack. Mana eng qaranglar, eng ishonchlisi bu yerda qaysi biri? Minecraft Inside Ru bilan mana o'zinikini ham olsalaring bo'ladi. Masalan, mana texture launcher. Mana launcherda o'zini saytidan продолжить. Xo'sh, mana Better Vanilla Building deb qo'yibdi. Classic 3D Resource Pack. Hop, o'zlaringga shetda yoqqanini olib olasizlar texture packda. Mana bu yerda qator yozib qo'ygan 8 ta bo'lim bormi? Nechta ko'proq undan ham menimcha. Hop, mana mashina olamiz deylik. Menga yoqdi mashina. Xo'sh, endi jicha pastroq tushiramiz. Mana o'zi yozib qoldirgan. Mana второй шаг скопировать текстурный пак в hop, mana Minecraft hozir hammasini ko'rsataman. Sketchat. Mana zip fayl bo'lib sketchat bo'ladi. Hop, keyin bizaga qaranglar. WinRAR mana ko'rib olinglar. Hop, zir ozgina sayt qaytib. Mana WinRAR yokida 7 zip mana. Ikkovidan bittasini sketchat qilib olamiz, a. Menda 7 zip bor, o'zimga qulayni. Launcherga kiramiz. Mana bu yerda fayl bo'limi bor. Yozamiz. Hop, undan oldin bitta provodnik ochib olamiz. Hoppa. Загрузкаga kirib turib, mana Peter Village o'sha texture packimiz. Mana bu Minecraftda launcherda papkasi pastroq tushirsa, hop, resource pack. Mana men o'sha shuncha o'rnatganman. Mana endi hammasi yaxshi bo'lish, nima edi, tushunarli bo'lish uchun mana o'chirib tashlayman, чтобы videoda yolg'on ishlatilmasligi uchun. Hozir o'chyapti. Bo'ldi. Hozir 100% bo'lsin. Hop, mana endi qaranglar. Sketchat qilgan papkamizni tashlaymiz. Mana ochamiz. WinRAR bo'lsa WinRAR, 7 zip bo'lsa 7 zip. Mana olib kelamiz. Распаковать здесь. Bo'ldi. Всё. Mana. Tekshirib olsalaring bo'ladi. Ichiga kirib mana. Models, Minecraft Blocks mana. Bo'ldi. Всё. Endi bunday qilamiz. Mana buni yozib olamiz. Чтобы ana kiramiz. Juda ham oson do'stlar. Hop, tushunmaganlar bo'lsa, keyingi ikkinchi partdan bo'ladi. Ikkinchi partda shader o'rnatishni o'rgataman. Mod. Shader bilan modni o'rnatishni o'rgataman. Juda ham oson bo'ladi, lekin muammolarini, yechimini ham o'rgatishim kerak. Chunki shaderda crash degan narsa bor. Hop. O'shalarni o'rgataman. To'g'irlashni iloji boricha. Modni qaysi knopka, qanday nastroyka qilish, hammasini o'rgataman. Mana kiryapti Minecraft'imizga. Kirdi. Shefam bor. Hop, fayni yaxshi. Hop, mana qaranglar. Nastroykaga kirasizlar. Nabor resursim mana. Men hozirlarga mana o'tkazaman mana.
Да, вы действительно хотите загрузить этот набор. Этот nabor сделан для более старой versi Minecraft и может Hop, да. Hozir men eskiroq versiyaga deyapti bu. Lekin men o'rnatib ko'rdim. Bir ikkita narsalar yaxshi ishlamasligi mumkin deyapti. Lekin sizlarga maslahat, aynan o'zlaring o'ynayotgan Minecraft versiyalaringga o'rnatinglar. 1.8.9, 1.20.nechadir oxirgi raqamigacha. Mana, готово. Одиночная игра, создать новый мир, выживание, so'zid новый мир. Xo'sh, qarab turamiz. Men videoda opsiyasida ham qoldiraman o'sha saytda launcherda. И mana shu resource packni o'zini qoldiraman. Kimgadir yoqqan bo'lsa, hozir obzor qilamiz resource packni. Xo'sh, uzrda. O ana ishladi. Hop do'stlar, hozir boshligicha lag bo'lib oladi. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu faqat faqat daraxtlar o'zgargan yo'ldasi. Ha, mana kostyum blok, blok sena. Ha, bir ikkita bloklar almashgan xo'sh mana. Ko'rishlaring-ku, kostyum. Даже o'tlar ham ozgina bo'lsa ham o'zgargan hozircha. Ovoz pasaytirib qo'yaman. Hop. Mana. Bunday qilsak, game mod. Bo'ldi. Game modga o'tib oldim. Mana bu выживаниеga, чтобы rostakamiga ko'rsatgan. Ko'rishlaring mumkin, nima aytsalaring hozir nima bu to'liq yumaloq bas deb. Ko'rdilaring, bu sal eskiroq versiyasiga bo'lgani uchun uncha xato ishlaydi deganda haliginda. Mana hozir ko'rsataman. Double white qilib, чтобы sizlarga mana ko'ryapsizlar. O'ta chiroyli tekstur pack. Lekin bu bilmayman, noqulay, lekin video uchun, kontent uchun qanaqadir to'g'ri keladi degan umiddaman. Xo'sh. Hamcha bugungi videomizga mana bugun tekstur pack o'rnatishni hammasini o'rgatdim. Ha, yana bir narsa. Qaranglar. Sizlarni Minecraftlaringga hop, launcherda lag bo'ladi yoki-da mod o'qimay qolishi mumkin. Qaranglar. Shu paytda mana Minecraft versiyamizni yozamiz. Tekstur pack uchun Optifine'ga chetib olamiz. Optifine bu optimizatsiya. Xo'sh, bu xullas shu optimizatsiya, lekin foydasi bor-da, xullas mana qaranglar. Mana 1.16.5 ga. Mana bu yerdan mana sketchat. Bo'ldi. Endi qaranglar, buni qanday o'rnatishni o'rgataman. Doimgidek bitta provodnikni ochib olamiz. Загрузки. Ha, aytgancha. Qaranglar, modlar bilan Optifine mana bunaqa jar fayl bo'lib sketchat qiladi. Bu yerga 7 zip kerak emas. Mana bu yerdan faylni ochib olamiz, Minecraftnikini. Hop, qaranglar. Versiyonga kiramiz. Mana. Forge Optifine shu. Hop. Shetga tashab qo'yamiz. Menda bor edi. Endi qaranglar, ikkinchisi bo'lsa metga. Mods. Mod papga tashab qo'yamiz. Hop. Mana hammasini o'chiraman sizlarga, чтобы bunaqa bo'lishi uchun. Ishonchli bo'lishi uchun mana. Удалить. Потом bu papkani olamiz. Bunday qilaman, mana modsga tashlayman. Mana bo'ldi. Qiyin joyi yo'q. Mana bitta yana перезагрузка berib yuboraman. Yana white игру qilib o'ynasalaring bo'ladi. Hamma videoda ishlatilgan saytda ssilkasini videoda описаниесida qoldiraman. Mana do'stlar, bugungi obzor, tutorial deydim, o'sha videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ysanglar, kimdirlar bilmaydi, kimdirlar biladi, bilmaganlar uchun video bo'ldi. Bilganlar uchun prosta eslatma bo'ldi. Xo'sh, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.